Xalq tayyor tursin. Ertaga O'zbekistonning ko'plab viloyatlariga ofat yaqinlashayotgani haqida xabar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Sizning ham viloyatingizda qanday ob-havo kuzatilishi haqida xabardor bo'lish uchun videoni oxirigacha ko'rib like bosishni unutmang. Ertaga O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo kuzatilishi e'lon qilindi. Unga ko'ra Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, kunduzi 33-35 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi deyilgan xabarda.